Xullas, har yili may oyida trendga chiqadigan nefrit ko'liga chiqib kelish nech pul bo'ladi va qanaqa qilib chiqsa bo'ladi? Shu videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, hisoblab beraman. Xo'p, birinchi bo'lib bizga mashina kerak bo'ladi. Yetib olish uchun masofa 150 km tashkil qiladi. O'zingizlar mashinalarga qarab hisoblab olasizlar, nech pul benzin ketishini. Men esa o'rtacha 200 mingdan borib kelishga 400 ming ketadi deb hisoblayman. U yoqqa borganingizdan keyin birinchi qo'lni o'ziga shunaqa nivalada chiqishingiz kerak bo'ladi. U ham kishi boshiga 20 mingdan 40 ming bo'ladi va bu qo'riqxona turiga kirgani uchun ham bu yerga kirish pullik. Unga ham alohida 19 ming so'm ketadi. 2 kilometr masofani nivada bosib o'tganingizdan keyin o'sha mashhur nefrit ko'liga yetib kelasizlar. Agar siz keyingi ikkinchi ko'lga ko'tarilish xohlasangiz, unda siz yana yarim soat tepaga qiyin yo'l bosib ko'tarilishingiz kerak bo'ladi va ikkinchi ko'lning ko'rinishi shunaqa ajoyib chiroyli. Atrofda tog'lar ham o'zgacha chiroy berib turadi. Menimcha bir marta chiqishga 100% arziydi. Agar siz ko'lni u tomoniga lotkada o'tmoqchi bo'lsangiz, unda yana 50 ming so'm to'lashingiz to'g'ri keladi. Agar shu nefrit ko'ligacha samolyotda kelish imkoni bo'lganda, unda aviachiptalarni arzonga albatta aviasiz o'zidan olgan bo'lardim, lekin afsuski buni iloji yo'q. Hamayli, xudo xolasa bo'lib qoladi. Agar sizlarga nefrit ko'lini aniq lokatsiyasi kerak bo'lsa, Telegram kanalimga qoldiraman. Telegram kanalimni shu profilim ustidan olsanglar bo'ladi. Bu videoni tez hamma tanishlarga va gruppalarga tashab qo'yinglar. Suv qurib qolmasdan oldin nefrit ko'liga chiqib kelinglar.